ellatim oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim, qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim g'ururim, jonim fidon bo'lsin gar mani kamda har dam. Salomaligi bor oqibatda oxiri tagidan moddam, xotirjam o'zbekim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon ahli xarobotilar, devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod, hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim